Bitta narsaga ahamiyat beryapsizlarmi? Odamlarda umuman xolislik yo'q. Umuman hech qanaqa xolislik yo'q. Ya'ni insonlar misol uchun man qanaqadir statistikani keltirsam, ayollarga plyuska o'ynaydigan, ya'ni ayollarni yaxshi qilib ko'rsatadigan, ayollar hammasi xursand, erkaklar yo'q. Teskarisi ayollarni yomon tomonini ko'rsatsam, yana bir marta fakt yoki statistika olamanmi, odamlarga farqi yo'q. Yana ayollar nega qiladi, negativ bo'ladi, erkaklar naborot xursand bo'ladi. Bu yomon belgi. Sababi xolislik bu yuqori intellektual insonlarning belgilaridan biri. Agar intellektual yuqori, haqiqatan miyangiz yaxshi ishlasa, kallangiz ishlasa, qo'pol qilib aytganda, siz o'zingizga xolis ko'z bilan qara olasiz. Misol uchun men kechqurun osh yeyish yaxshi ko'raman deylik. Kimdir video chiqaryapti, kechqurun osh yeyish yomon va mana senga isbotlari. Men agar sen tupoymisan, men kechqurun ovqat osh yeyman har kun, o'lganim yo'q deb turib, haligi qiladigan bo'lsam, demak katta ehtimol men o'zim tupoyman. Bu zvanochik, bu kichkina qo'ng'iroqcha bor, sal o'zimizni nima deydi, nega bir o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak. Men nazarimda, sal ko'proq kitob o'qishimiz kerak. Men bilmayman bu narsani qanday to'g'rilasa bo'ladi, lekin bu pogolovni xuddalik nima deydi, ahmoqlik pandemiyasi. Tushunasizlarmi qanaqadir? Shunaqa gaplar. Sog' bilan omon bo'ling, miyani rivojlantiring. Paka.